Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil qail. U zot aytganlar: kim bir ro'zadorga iftor qildirsa, unga ham ro'zadorning ajricha savob bo'ladi va ro'zadorning savobidan hech narsa kamaymaydi. Yana aytadilar: sizlarning yaxshilaringiz taom yedirganlaringizdir. Yana aytdilar: yarimta xurmo bilan bo'lsa ham sadaqa qilinglar. Shu asosda va shu niyat bilan siz aziz birodarlarni bizni qo'llab-quvvatlashga chaqiramiz. Biz G'azo sektoridamiz va ushbu turdagi xurmolarni sotib olib, masjid va namozgohlarga tarqatmoqchimiz. Bunday bir quti xurmoning narxi $30 tashkil etadi. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Aziz o'zbek birodarlar, bizga ko'rsatgan yordamingiz va yaxshiligingiz uchun sizlardan minnatdormiz. Sizlar biz uchun fazil va yaxshilik egalarisiz. Alloh taolo martabangizni yuksaltirsin, sadaqalaringizni qabul qilsin. Sizlarni shunday ehson va xayrli ishlarni davom ettirishga chaqiramiz. Alhamdulillahi robbil alamin.